Assalomu alaykum. Alaykum Rasul aka, assalom. yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Men Jizzaxdan Bosimbo'g'on mehr somsasini sizga olib keldik 2 kilolik. Samarqandgami? Muxlislar, assalomu alaykum. Mana Bosim bobo somsalari va nihoyat ko'rdim. O'zi anaqalarni ko'rardim Instagramda. Juda katta-ku bu, ey. Ha, bu oilaviy mazza qilib yeysiz-da, bolalarga olib borasiz. Bu Xorazmga olib ketganingizcha ham sovumaydi. Sovumaydi, turadi. Xudo xolasa. Hammaga taklif qilamiz, Bosim bobo somsalarini yeb ko'ringlar. Bosimingiz bosilib qoladi. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat, hurmat. O'tasiz Bosimbo'ga. Juda xursand bo'ldim. O'tamiz xudo xolasa. Hammani taklif qilamiz. Xo'p, Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum Rasul assalom. aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Men Jizzaxdan Bosimbo'g'on mehr somsasini sizga olib keldik 2 kilolik. Samarqandgami? Muxlislar, assalomu alaykum. Mana Bosim bobo somsalari va nihoyat ko'rdim. O'zi anaqalarni ko'rardim Instagramda. Juda katta-ku bu, ey. Ha, bu oilaviy mazza qilib yeysiz-da, bolalarga olib borasiz. Bu Xorazmga olib ketganingizcha ham sovumaydi. Sovumaydi, turadi. Xudo xolasa. Hammaga taklif qilamiz, Bosim bobo somsalarini yeb ko'ringlar. Bosimingiz bosilib qoladi. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat, hurmat. O'tasiz Bosimbo'ga. Juda xursand bo'ldim. O'tamiz xudo xolasa. Hammani taklif qilamiz. Xo'p, Rahmat.